Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Esingizda bo'lsa, biz suhbatni boshlashdan maqsadimiz butun insoniyat uchun, odamzod farzandi uchun, har bir inson uchun yagona zarur bo'lgan haqiqatni tushunib yetish deb aytgan edik. Hazrat Alisher Navoiy bobolarimiz esa bu haqiqatni birgina baytning o'zida tushuntirib qo'ygan ekanlar. Gar Navoiy qochsa shayxdin pir mug'on sari ne ajab, bordur tafovutlar maqbul bila mardud ila. Shayx shariat ilmlarini to'liq egallagan, toat ibodatlari joyida, taqvodor, islom dinining peshvosi bo'lgan olim. Pir mug'on esa qalbi ilohiy ishq bilan to'lgan, cho'ponmi, dehqonmi, duradyormi, savodlimi, savodsizmi, oddiy bir musulmon bo'lishi mumkin. Maqbul, Alloh sevgan va qabul qilgan, ya'ni abadiy saodat topgan kimsa. Mardud esa rad etilgan, huzurdan quvilgan kimsa, ya'ni abadiy nadomat egasi. Mir Alisher Navoiy umum insoniy qadriyatlarni kuylagan ulug' mutafakkir shoir. Haqni ham, xalqni ham muhabbatini qozongan avliyo inson, buyuk davlat arbobi. Endi tasavvur qiling. Ne ulamolar, qilni qirq yoradigan islom dinining peshvolari bo'lgan shayxu mullalar, amirim nima xizmat deb saroyni to'ldirib qo'l qovushtirib tursa-yu, Hazrat Navoiy ulardan qaroqchidan qochganday qochib, daladagi bir cho'pondan abadiy saodat topsa. Bu nima degan gap? Aqlga sig'ish qiyin bo'lgan narsa, to'g'rimi? Xuddi havodagi haqiqatga o'xshaydi. Siz nima deysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.